Mehmonxona, novostroykalarni qurgan okani uchastkalariga kelganmiz. Uchastkani sotib Turkiyaga ketayotganliklari sababli narxini mana kelishtirib sizlarga ko'rsatyapmiz. Ma'qul keladigan bo'lsa, uyi egalari bilan kelib, savdolashib, bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. 6 sotixga tushgan. 6 ta xonasi bor. 3 ta sanuzul hojatxona, 2 ta oshxona. Yozgi oshxona, qishki oshxona. Rostakasini baquvvat qurgan ekanlar, bemalol tomini ochib tashab, yana 2 qavat qursa bo'ladi ukam. Sotayotgan odamga qurilish jarayonlarini ham ko'rsatib berishim mumkin dedilar. Kattagina mana yopiq territoriya. Basseyni o'zi 8 metrga 5 metr. Undan tashqari jakuzzilari bor ekan. Oilangiz bilan bu uchastkada mazza qilib yashab, to'y hashamlarni qilsangiz ham bo'ladi. Sevg'oz Insta'dan kirganingizda O'nqo'rg'on Oqtepa mahallada joylashgan. Narxiga keladigan bo'lsa 340 ming so'rayaptilar. Yana kelib bemalol savdolashib xarid qilsangiz bo'ladi.